Həmmə içsin. Bugün Ağzasarda bo'lgan voqeani aytib berəcəkman. Bir Ağzasara borib qoldik. Ağzasarlandan keyin stol ovqat tartilindi. Обычный karma pishgan ekan. Mollabona eldine asobi geldi-da. Ne deydi? Go'shtlari ko'p bo'lib keldi. Adini azalib turibdi. Shu yerda mollabo ovqatlanmadi. 2-3 kaşık yedi-dan oshqozoni mag'rib yuradi, azroq yeyin dedi-dan, shu yerda qo'ydi-dan, keyin paytani o'qib ko'chaga chiqdik. Ko'chaga chiqqanda endi danishadi, salom bosib ko'rishdik-da. Ammo bu ovqatlanmadingiz, tirishikmi desam, o'zing ham bilib tursan-ku necha ovqatlanmadim ekan dedi-da. Yo'q, men ishlasam xorim yo'q, tirishikmi desam, tab beradi dedi, go'sht yemak ekanini o'qib qoldim dedi. Sen dedi shunchalik odam kuzatadi dedi, ko'radilar dedi, uka dedi. Shu narsani xalqqa yetir dedi-da. Ağzasara mollani chaqirgan vaqtimda alohida ko'rmanglar bu odamni. Hamma xatari ovqat berilsin, ovqat tortilsin. Bu ko'proq go'sht sog'lik kelgani bu mollaboni kur xijolatga qo'yib yo uyaltirgani qoladi ekan xolos. Shu narsani xalqqa yetir dedi. Men yana sizlarga shu gapni aytib turman. Ağzasar bergan vaqtingizda uni imkoniyatingizdan kelib o'zingiz uchun berasiz. Ya mollaboni qarnini doydirish uchun emas. Hammaga endi shu gapim ertang kim doğru kabul etar, kim noto'g'ri o'zi biladi. Hammangizga sog'lik, salomatlik tilayman.